Umar Hayyom haqida nimani bilasiz? Umar Hayyomni bizlarga mayparas, alkash deb tushuntirilgan. Kommunistlar alkash bu, aroqxo'r degan, vinoxo'r. Umar Hayyom 10 yoshida qori bo'lgan. Otalari boy bo'lganlar. Bir safarga ketayotgan paytlarida qaroqchilar otalarini karvonlarini tuniydi. Hamma tuyalardagi, qoplardagi, sandiqlardagi narsalarni talon-taroj qilib kelayotgan paytda qaroqchilardan biri bir xurjunga shundoq qo'l solsa, kitob chiqdi. Bu kitob ekanligini shundoq otib yuborganda, Umar Hayyom 10 yashar bor. Baratarist o'zini to'pga otib ilvogandek, boyagi o'zini otib Qur'oni Karimni ilvoganda, boyagi qaroqchilarning rahbari ko'rdi deb, "Bu yoqqa kelsan bo'ladi. Nima desan? Bu qanaqa kitob?" dedi. "O'zingni otib dedi, joningni jabborga berib, buncha bu kitobga o'zingni tashlab otmasa." "Bu dedi Allohning kalomi bo'lgan Qur'oni Karim" dedi. "Sen hali Qur'on o'qishni bilasanmi?" dedi. "Nafaqat o'qishni, buni yoddan bilaman" dedi. "Qani ochib o'qishni" deb imtihon qildi. 3-4 varaqdan ochib o'qidi, ko'rsatgan joydan o'qidi. Qaroqchilarning boshlig'i Umar Hayyomning otalariga aytdiki, "Men seni karvoningni mana shu yerdan qachondan beri o'tishini kutib yurardim. Seni xonavayron qilib kapangado qilaman degan niyatim bor edi. Endi niyatimga yetdim, lekin Xudo senga bir qori farzand bergan."